Assalomu alaykum do'stlar. Navbatdagi mashinamiz bor. Pompalari muzlagan, qayrilib ketgan. Aslida suv aralashib ketgan. Va bu tomonda golovkasi zaglishkalar chiqib ketgan. Muzlagandan keyin chiqib ketganda keyin klapini kuygan bundan olasa. Klaplarning zazorlari ko'rishingiz mumkin. Zazor yo'q qashti. Mashinani iloji bo'lsa suvda qoldirmanglar. Suvda qoldirishdan ular. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa, yana chiqib borasizlar.